Qalisiz endi? Yaxshimisiz? Ay onayni. Siz yo'qmi? Mashinangiz biz qo'yami, ha? Qo'yatdingizda, rosa. Voy chiqdi. Bu jarayonni bilasiz nimaga kerakligini. O'shani shimib tashladilar ekan. Bo'lib qolmasangiz bo'ldi. Bitta ishni ham eplolmaysiz. Mana hurmat qilaman sizni. Kallangizga qoyillar. Syomka tugagandan keyin yana yuzmi? Mash'atilla. Shunaqa gaplar. Ke o'zing. Qo'rqma. Mana shu. Ke bu yoqqa. Ovqat pishirishim kerak-ku. Shu. Domni bolasiligingiz bilinadi. Shu mana. Meni sani tutaman bor. To'xta. O'g'li shustroq bo'lar ekan, bor. Ay. Oldingizmi? Oldim, endi nima ovqat qilamiz? Kerovidan zo'r ovqat qilib beraman. Ketdi bo'lmasa. Idris, Labay. tovuqni patini yulib tashlab, maydalab, burdalab tashlabsiz. Maydalab, burdalab, yechindirib tashlagan patida. Nima ovqat qilamiz endi buni? Mana shu bor masallig'imizdan hozir sizga zo'r ovqat qilib beraman. Bu ovqatni paytida shohli yegan, qisqasi Amir Temur, Amir Olmonxonda yegan cho'tki belli baqvat qiladigan ovqat qilib beraman men sizga. Demak, shohona ovqat ekan. To'ppa-to'g'ri. Topdingiz, bittada urdingizlar ekan. Gap yo'q, unda men sekin qozon o'chog'ini tayyorlay. Siz Idbetga shoshyapsizmi? Nimaga? So'rashib olmaymizmi? Bizani hurmat qilib ko'rib o'tirgan akaxon, opaxonlar bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Munchiki bir begonasi yo'q o'tdi. Bundoq so'rashadi. Assalomu alaykum, hurmatlilar, qaddi baland, uzoqdan, yaqindan kelib ko'rayotganlar, tabi nozik akaxon, opaxonlar charchamayapsizlarmi? deb so'rashadi. Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Поддержка qilamiz. Magic. U menga qarang, o'zi siz ovqat qilishni bilasizmi? Ovqat qilishni yorib yuboraman. Ko'rmadingizmi tovuq ushlaganini? Ha, yashang. Tovuqni ham boplab ishladingiz, bechara tovuqni qo'rqitib, quvlab, 4 ta tuxumi tushib qolib orqasidan. O'sha 4 ta tuxumni ham olib kelib qo'ydimmi? Yaxshi. Lekin u xursand bo'lgandan menga tuxum berdi-da, emasmi? U o'zi tayyor bo'lib turibdi. Meni ushlagan deb. U qo'rqqani yo'q. U ham jigarimdan bittasi edi. O'sha sen sanikiman deb aytaverami? Ha, tuxumini ham berdi. Bechara tovuq. Bo'pti, men ketdim endi. Qozon o'chog'ini to'g'irlab keling. Qani, bitta ko'ring, men qanaqa yoqar ekansiz o'chog'ini bitta ko'ring. Men mana bunaqa bo'lmaydi ish qilib. Yorib yuboraman hozir, ishoning. Ish qilib o'xshasa bo'ldi. Bugun biz xudo xolisa tovuqni bidrosidan shohona ovqat qilamiz. Bizga kerak bo'ladi tovuqni bidrosi, karchka, tuxum va smetana. Endi orada xudo xolisa men chiroyli qilib o'zimizning muzko'y qo'lbola qilib achchiq qilib beraman. Undan tashqari tovuq bilan yeyishimizga sous ketadi. Oddiy o'zimizning kisnochniy sous qilib, bosa-bos qilib muzko'y sous qilib beraman. Hozir yoraman. Shunaqa tayyorlarni olsam. O'tin yoraman. Qanaqa qilinar endi bu? Ahani qarang. Fir chir qiladi, tavba qildim. Do'mmi bolasi-da baba nima deysizlar endi? Karchkaningiz yaxshi edi undan ko'ra. Yonaydi. Qilaman dedim-ku, eplayman dedim. O'rtoqlar, men sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tovuqimizni olganimizdan keyin patini olib tashladik. Xullas, tovuq o'zi qoldi. Bo'lamiz, chopamiz. 2 soatga taxminan nomaqob suvga solib qo'yamiz. Bir xilada bilsanglar, tovuqni hidi bo'ladi-da, ozgina hidini o'ldirish uchun, tovuqqa ozgina maza berish uchun nomaqob suvga solib qo'yamiz. Yorolman o'tin.
O'tinlarimni hozir yoqib olaman. O'tin yoqishni bilmaydiganlarga lifehack. Ko'rasizlar, yorib yuboryapman. Hamda mayda chuydalarni yig'ib olamiz, hozir takani kichkinalikda qiladiku chaylaqib turib, tak orasidan bundoq qog'oz tiqib yuborsak, sekin yonib ketadi, zo'r bo'ladi. Anaqa reykalarga ham qo'yib yuborsa, reykalar ham zo'r yonadi. Kuchi yo'q deyishadi mana, hamma kuchmanda. Chopishni ham bobolab tashlayman o'zi. Idris nimalarda urarlar? Tish eplolmaysan deydilar. O'rgataman bunaqa ishlarni qilishni. Uylanmagan masalan. Yeah boy. Ay, yoqdim bo'ldi. Zo'r. Zo'rmi? Ha, cho't. Yoqdimi o'zingizga yoqqaningiz? Yoqdi. Ha, yoribordingiz yaxshi. Nimasi neto? Zo'r bo'ldi-yu. Ha, zo'r bo'ldi. Mana shu tamda loq qarasam, qo'yatdingiz-da, rosa qiynalasiz shekilli qiynalmadingizmi? Men do'mmi bolasi bo'lsam, Ha, uni hamma biladi o'z do'm bolasigingizni. o'tin yorishda qiynalgan bo'lsam ham, lekin kichkinaligimda mahallamda ana kamtishga takoyani ugulni tagiga qo'yib, ugulmida nima edi o'zbekchasiga? Ko'mirni tagiga qo'yib, kulli ichidamda kartishkalarni yeb esinglardami? Ko'rdik. Yaxshi, bopladingiz, amalladingiz, qiynalasiz ham. Malades. O'rgatganimda yaxshi chiroyli qilib qo'yibsiz masallarni, lekin men sal chalartib qo'yibdilar, necha bo'ladi. Xo'p, bunisiga ham chidaymiz, xo'p. Endi nima qilamiz? Qiynalganingizni ko'rdik. Fizически tak yaxshi bo'ladi. Endi intellektualni Uylanmagan mahal. Uylanmagan. Endi bitta o'yin o'ynaymiz, intellektualni aqlingizni tekshiramiz. Yorvoraman uni ham, ishoning. Ha, ko'rdik, yorvorar ekanini. Men sizga 3 ta savol beraman. Uchaloviga ham javob topishingiz kerak. Agar javob topa olmasangiz, bitta shartim bor. O'sha shartni bajarasiz. Bo'pti. Savollaringizga men javob bersam, o'sha shartingizni o'zingiz bajarasiz. Bo'l. Xo'p, men sizni qiynamayman. Hop. Men sizga 3 ta masala qilib beraman. O'shani yeb berishingiz kerak bo'ladi. Uchalovidan bittasini tanlaysiz, o'zingiz vijdoningizga bog'liq. Uchalasidan bittasini yeb beradilar. Boshqa iloji yo'q. Bitta yeyish kerak. Men bilan ko'ryapsiz-a? Qaysi biri yoqyapti? Mabodoga topa olmasangiz yeyishingizga. Hammasi foydali narsalar, lekin to'g'risini aytsam, na achchiq yeyolmayman, na nordon yeyolmayman. O'shanga men majburman savollarga javob topishga. Fortishga. Tak, savol berishni boshlayman. Juda ham qiyin bo'lgan savol. O'zbekistonning poytaxti qaysi shahar? Ye. Men hech kim bilmasa kerak. Birinchisi A variant Samarqand, B variant Chorva, C variant Magic City, D variant Toshkent. Qiyin savol ekan lekin. O'ta qiyin savol ekan. Xo'p, O'zbekistonning poytaxti Toshkent kanishni? Yaxshi bilar ekan. Yaxshi. Ikkinchi savol. Haftada necha kun bor? A variant 1 soat. B variant 20 minut. C variant 7 kun. D variant 6,5 kun. Xo'p. Bir haftada necha kun bor? Naryoqlarda soat deyildi, demak, yo 6,5 kun, yo 7 kun. 7 kun. Topdimmi? Ham gapirib yubordi gapingizga. Topdimmi? Topdingiz. Yashang. Mashinangizni o'zingizga yediraman, qarab turing. Yediraman shuni. Eng oddiy bo'lgan savolni beramiz hozir. Kosinus nima? To'g'ri burchakli uchburchakda qarshi katetning gipotenuzasiga nisbati. B variant. To'g'ri burchakning uchburchakda yonma-yon katetning to'g'ri. Daraxt chopilayotganda eng qayg'uradigan narsasi nima ekan bilasizmi? Chopilayotgani emas, uni chopayotgan bolta o'zidan bo'lganida. B variant. To'g'ri burchakli uchburchakda yonma-yon katetning gipotenuzasiga nisbati. C variant ikki katetning yig'indisi. D variant gipotenuzaning katetiga nisbati. Sizcha menimcha logopedga borishingiz kerak. Lekin men javobini bilaman buni. Mana ham qo'limda telefon bo'lganda men ham javob berardim. Siz ham logopedga borasiz shekilli. Balkim. Qani javobni bitta ko'rsangiz. Ha, qani yo'q bu yerda. O'zingiz bilasizmi? Albatta bilaman. Xos to'xtang. Xos. Ha, soqolchasi tushuntiryapman.
Mana bitta hozir. Yana bitta qaytarish iloji bo'ladimi? Va boshqa qaytara olmayman mana bunaqa qilib. C variantini tanlamoqchiman. Xullas, o'rtoqlar biladiganlar kommentga yozib ketinglar, qaysi variant to'g'ri, to'g'ri aytdimmi, to'g'ri topdimmi, yo'qmi. Hozir mana shu muzikani ichida noto'g'ri, bu albatta noto'g'ri. Tanlang. Nega noto'g'ri? Chunki B variant. Sal adashdingiz. Mo'ljalla. Qani qo'shingiz nima? Qaytarib bering-chi. O'sha hozirgi aytgan gapimda. Hozirgi aytdim-ku, o'sha-da. Tanlab o'zim xohlaganimni. Xullas, Mana shu pomidor yesam bo'ladimi? yo'q, u achuga. Faqat shu uchalasimi? Faqat shu uchalasi. Xohlasangiz men buni ham qo'shib beraman. Ya u Chaqib yeysiz, shunda yutib olishingiz kerak. o'zim qancha mehnat qilib olib kelgan tuxumim-ku bu. Hammasini yeyishim kerak? Yo'q, shartim qanaqa o'zi? Hammasini. Shartingiz o'zi yeyish kerak. Prosta yeyaversam bo'ldimi? Agar kuchingiz yetsa hammasini yeng. Bismillahirrohmanirrohim. Ne qaltiravsiz? Voy maza-yu. Skorik chaqirib qo'ymizlarmi? Hozir qaltirab sudurga berib qolmaydimi? Yegani hisoblanadimi? Yeng hammasini. Yeysan. Limon yeysan. Qochishi. Ayaqa bir bor tashab kelmaydi deydi borib. Yo, rostdan yeyaptilar keyin. Rostdan gap yo'qlar keyin. Buni ko'p yesangiz so'lagingiz oqib qoladi, bilasizmi, uxlaganingizda. Yig'lama qiz. Bugun seni limon yediramiz. Aytmoqchi bo'lgani bu oddiy limon emas lekin. Afrikadan kelgan limon bu. Tak rangi qora-yu o'zi. Deschi. Ye bo'ldim, yorib yubordim mana. Tugadi. Bilmayman, endi yedim deb hisoblamayman-u. Shimib tashladilar keyin. Bopladi, xullas, yaxshi, yomon emas. Mayli, hop. Oqlanadi, yomon emas, yaxshi. Malades, mujik, like bosamiz. Kommentni yozamiz. Yeya olasizlarmi, yo'qmi? O, menga qara. Yeya olasizlarmi, yo'qmi? Mana shu limonni yuzingizga burishmasdan yeya olasizlarmi, yo'qmi? Kim yeya oladi? Komment yozib qoldiramiz. Sarvar, bitta muammo bor. Mana bitta masalliq esimdan chiqdi. Nima masalliq? Menga sut kerak. Hop, hozir do'konga chiqib kelaman. Yo'q. Nima? Svejiy sut kerak. Ya'ni barra sut kerak. Nima deganingiz? Barra. Men hozir endi borib sigirni borib sog'ib kelishim kerakmi? Bo'lmasam bo'lmaydi, iloji yo'q o'zi. Men hozir sizga qayerdan topaman sigirni? Qo'shnimizga chiqing, Nazirapani yoniga. Sigiri bor. O'shanga chiqib ayting, iltimos ko'ring, bitta. G'alatimi? Siz men sigirni oldiga ham bora olmayman. Bo'lmaydi, busiz bo'lmaydi. Menga sut kerak, bo'lmasam ovqat o'xshamaydi. Bo'ptimi? Qancha kerak? Bitta stakan. Yorib yuboraman. Yo, qo'rqasan. Yorib deydi. Городской-da чистый. Men ketdim. Hozir qo'shnilardan so'rab ko'ramiz. Nazira opa! Voy Nazira opa! Bitta hech kim javob bermayapti. Sekin kirib o'zim sigirlarni qattaydi. Men bitta mana hozir o'zim sekin sutlarini sog'ib olaman. Sigirlarni. Qalaysiz endi? Yaxshimisiz? Men o'zi hech qachon sigirlar oldiga umuman yaqinlashmaganman. Damashnik bo'laman, hozir nima bo'ladi bilmayman. Qattiga tegsa bo'ladi buni? Nima qilaman men buni hozir? Qanaqa qilib endi? Ne qo'rqyapti bu? Ke, yuvosh ke. Ana, ke.
Ke. Yo'q, bormayman, urasiz. Shu Idrisga sut nima kerak ekan? Shuni do'kondan olsa bo'lmaydimi? Meni shu qo'shnilardan yangi svejiy sog'ilgan sut olib chiqqin deb aytganini qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Shu. Ay qonayni. Ke bu yoqqa, ke, aşağı olim mana ke. Aşağı olim, ketma. Qo'rqma sen-chi. Men ham qo'rqyapman sendan, qo'rqmagin. Shu. Hoş ol. Yaxshi, malades. Ana. Yaxshi, birinchi kontakt bor. Yaxshi. Sendan ozgina sut sog'ib olsam nima deysan? Rozi bo'lasanmi? Yaxshi. Men yaxshi bo'laman o'zi. Sen ham yaxshi qiz bo'lgin. Onang. Yomon qo'rqyapmanligim bor, ishoninglar. Bismillah. Yumshoq silommi? Sigirni sog'ishdan oldin qo'linglarni ozgina yog'lab olishinglar kerak degan gapni eshitgandim. Sarvar ketdi sigir soqqani. Menga o'zi sut kerak. Nimaga kerakligini oxirida tushuntiraman, ko'rsataman. Nimaga kerakligini. O'shanda bilib olasiz nimaga sutga chiqarib yuborganimni. Yog'imiz qizidi, hozir kartochkani solishga boraman. Bungacha tovuqimizni silqitib qo'yamiz, suvidan olib tashlaymiz. Boshida aytganimdek, tuz, nomakop suvga solib qo'yganmiz. Hidlari tam maza berish uchun ozgina o'shalarni silqitib qo'yamiz. Suv qolish kerak emas umuman. Tovuqimizni chiqarib oldik, suvidan silqitib oldik. Ustiga esa suxoy salfetka qo'yib qo'ydim, suv chiqib turish uchun. Endi men sekin omon yorri deb kartochka qo'yishga ketdim. Kim bu? Bilmayman. Chiqib ketsin, san'atda bunaqalarga joyi yo'q. Omon yor qayda sani, omon yor. Sigir sog'son solmas ekan. Voy. Ay, onang. Chiqmayapti-yu bu. Bir tomchi chiqdi. Sigirjon. Yo, sigiroy. Sigiroy. Ozgina sutingdan ber. Chiqdi. O'xshyapti. Kartochkamizni qizartirib olamiz. Oxirigacha pishishini kutmaymiz, qizartirib olamiz. Uni oxirida tovuq bilan birga solgandan keyin dimlab qo'yamiz 1 soatga. Kanon ko'rdim tuyalari. Sarvar ko'rinmaydi. Kechkani boyaydi. Aqlli sigiroy. Yaxshi. Men bittaman uchun. Voy! Tegmaysan ish qilib? Voy! Voy, charchadim. Ana, voy, sigirim o'zimmi? Ana. Siz otingizni Masha qo'ysam bo'ladimi? Masha tilla shunaqa gaplar, to'g'rimi? Boshqacha bo'larkan lekin. Ismlari Mashinkaxon ekan. O'zimizda ham Masha tilla shunaqa gaplar. Mana. Ozgina to'ldirsak, to'lib qoldi. Ozgina 2 martamda oqsam chelak to'ladi. Sal cho'chiyapman lekin. Cho'chima jigarim deyishgan. Achkilarim ham kutyapti. Ke jonim bolam o'zimga ke. Bu tarafingdan endi siqayman. Bu tarafingdan sut berasanmi? Nimadan qo'rqasan? Anu-ku seni qo'rqitgan. Operatorimiz shunaqa sal cho'chitib Boshidan Mashinkaxon bilan endi o'rtoqlashyapmiz. Vegetarian bo'laman xolos. Shu hol. Qaranglar. Ovoz eshitasizlarmi? Duxmagun bo'lib ketdi. Voy Mashinkaxonim o'zimmi? Malades. Idris, olib kelaman dedimmi? Olib kelaman, gapimga javob beramanmi? Kartochkani qizartirib oldik. Endi tovuqimiz tayyor. Hozir tovuqimizni tuxumga botirish jarayoni qanaqa bo'ladi? Tuxum chaqib olamiz, 4 ta tuxum.
Endi bizga kerak bo'ladi qizil chuchuk paprika. Achchiq emas bu chuchuk. Kimdirlar achchiq qilsa ham bo'ladi. Endi tabiga qarab. Buni solamiz. Bu bizga kerak bo'ladi nimaga? Tovuqimizni qizarib pishish uchun. Ko'p solamiz. Ozgina naglas solamiz. Endi ozgina ziravorli, kashnich-mashnich. Ozgina tuz. Tovuqimiz tuzda turganligini hisobiga ichida tuzi bo'ladi. O'shaning uchun sho'r bo'lib ketishi mumkin. O'shanga ehtiyotroq bo'lamiz. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana ustimizdan ham sog'ib oldi. Вообще ko'p bo'ldi. Idrisga endi mana hozir sut beramiz u zo'r ovqat tayyorlab beradilar bizga. Ketdi. Endi biz nima qilamiz? Tovuqimizni ochib oldik. Uje ko'rsanglar, uje ortiqcha suvi yo'q. Mana suxoy salfetka, ya'ni quruq salfetka shim olgan. Bunga sekin bunaqa botirib, ikki taraflama aylantiramiz. Imkon darajasida hamma joyiga tegish kerak bu. Endi buni sekin xudo xolisa qozonimizga solamiz. Qozonimizda yog'imiz qizib turibdi, chiroyli bo'lib chiqadi xudo xolisa. Qani, bismillah. Ana xudo xolisa chiroyli gold rang bo'lib chiqyapti. Qarasana, qizarganmi? Idris, Ara. Yetadimi? Jonivor, bopladingiz lekin. yetadimi? Men masjidga qo'ydim. Lekincha men eplolmaysiz deb o'yladim. Realni aytaman, eplolmaysiz deb o'yladim. Yo'q, qiyin bo'lmadi. Magazindan olib kelmadingiz? Yo'q, magazinda Точно? emas. Ha, точно. Прям Magazindan olib keldimmi yo'q, to'g'risini aytinglar. No. Qarang lekin. olib keldim. Lekin qiyin emas ekan, oson ekan. Ha. Men qo'rqsam, cho'chsam kerak deb o'ylagandim, lekin umuman cho'chiganim yo'q, qo'rqqanim yo'q. Просто Serios. mana bunaqa qilsangiz o'zi tushar ekan. Yaxshi, zo'r. To'g'risini aytsam, xavotir oldim. Chutlar ancha qolib ketdi. Ayyo. O'shanga sigiri yechilib ketgan, dalaga qochib ketgan, tam Nazira opa sizni chelak bilan quvlagan. Yo, Nazira opam ko'rmadim men, to'g'risi. Nazira opam ko'rmadim. Nazira opa menimcha rozi bo'ladilar sigirlarni sog'ganimga. Sizga bitta seriozniy savolim bor. Naro turmasiz kuyasiz. Qanaqa savol? Вообще seriozniy savol-da bu. Ha, hozir. Nega Mark Zuckerberg Instagramni sotib olgan? Mark Zuckerberg Ha, Instagramni sotib olgan. ha. Men ham pelladaligini bilmadim. Nimaga sotib olgan? Chunki u ahmoq bo'lgan. App Store'dan skachatib olsa bo'lardi-yu. Mana shu bilan bitta urayman, peshanasini o'rtasiga qarab, achkiga ikki bo'linib qolamiz. Savolmi endi? Nima hojat? Men hozir o'ylab oldim, qanaqadir jiddiy savol berammikan, Mark Zuckerberg bundoq jahon tanigan millioner, trillionermi, kim ish qilib boyvachcha xullas deb aytaylik o'zimdan. Nimaga sotib olgansiz takoy? U ham ahmoq-da. Shunda App Store'dan skachat qilib olsa bo'ladi-yu. To'g'risi, million dollarlarni ketqizganda shuni skachat qilib olishga App Store'dan. Menimcha sizni diagnozingizga davo yo'q. Nega? Men aytdim-ku, oliy ma'lumotli insonman deb. IQ me. Qachib tursangiz chaniki. Ovqatimda qozonim kuyib ketadi hozir. Ko'rdingizmi? Kimman? Yangi klip chiqdi. Boya как раз hazil-huzul qilib gaplashyotgandik. Mana biz o'zi borimizcha mana shunaqamiz. Men rostdan damashnik bo'laman. Bular rostdan ko'p narsani ko'rgan, ko'p ko'rgan qariyamiz. Wisdom. Show biznes masalasi bo'yicha zo'r bitta klip chiqdi. Yo'q, Bunga ko'rmadim ham. Qanaqa fikrdasiz? Qaysi klip edi? Yunka bilan mashatirli quyosh qilar jiz. Yo'q, ko'rdim. Bir marta ko'rdim, to'g'risini Ha. aytsam, anaqa qilib, nimalar qilib. Endi bizga Endi bo'lmaydi. yoshlar endi bilmadim, endi men nima deyman hozir, yoshlar endi balkim shunaqa trend olishayotgandir, bilmayman. Oldin boshqacha bo'lardi, jiddiy qaralardi. Keyin quyosh qilib o'zi aytlar. Ha. Ha. Bitta gruppa bor edi, amerikanskiy narsa edi. Yamaha, Yamaha degan narsalar eshitib yurardi. Bunaqa narsalar bo'lmaydi. Unda ham anaqacha jiz biz tam Mana jiz Jiz- bosu. bu jiz biz emasdi. Bu katta bolalarning ovqati-yu. Ha, shohona. Nasib qilsa kelajakda nima qilamiz endi, xudo xolasa. Kelajakda bundan zo'r ko'rsatuvlar qilib, kliplar olib, reklamalar bosib, kстати, uylanish kerak.
yoshman ancha borib qoldi bir joyga. Hayotda ko'p gapiraman, ko'p quloqni yeyman deb bo'lani. Qachon uylanasan. Mani qariyasiz deyveradi-da. Men har qariyasiz deganda zato uylanganman deyman. Xudoga shukr qilib qo'yaman-da. Sразу ruchnik ters tortiladi-da. O'shanga yaxshi joydan bo'lib qolsam, mabodo nomer tashlab ketamiz. Nomer sovchi. Sarvar Abdullayev, Sirius Media rahbari, juda ham katta ishlarni birgalikda bajarganmiz. Men yoshlikdan taniyman buni. Bundoqqina bo'lib berardi. O'zingiz katta qilgansiz. Endi katta 5 qilmaganman. yillarni tebratib. O'zi farqimiz bo'lsa 2-3 yoshda, to'g'risi farqimiz bo'lsa 2-3 yosh. Bizga bitta kosa bilan bitta cho'mich keladi. Men bu yerga ortiqcha yog'larni hammasini olib tashlaymiz. Ortiqchasini. Hammasini emas, ortiqchasini. Ortiqcha yog'ingizni olib qo'ying deyman. Sizga nasib qilsin. Uylanganman-da, uylanganlarda bo'ladi-da, unaqa narsa. Nima deylar, o'rtoqlar? Ha, sutni qarasangiz, svejiyligini. Voh. Qachon solamiz buni? Mana qarang. Uni nima issiq ekan. Ishqilib sigir sog'dingizmi? Ha, bitta hillab ko'ring. Yo'q, o'zi aytaman-da, hamma. Qachon solamiz? Men qo'yib turdim, men aytaman o'zim so'rayotgan payt sizni chaqiraman, kerak bo'ladi shu. Bilasizmi bunga qancha mehnat qildim men? Mehnatingiz qo'lim kuydi. Mehnatingiz muammo emas. Nima muammo? Bu jarayonda bilasiz nimaga kerakligini. O'shanda O'shancha qilganimni ko'rsangiz. ya tak issiqmas ekan lekin. Yo'q, normalniy kuymadi. Yo'q, yaxshi zo'r. Oyoqqa borib tur. Oppoq krossovka endi, nima bor ekan endi. Tak. Bitta ish ham eplolmaysiz. Aman hurmat qilaman sizni. Kallangizga qoyillik. To'g'risi-da, qilgan ishingizni qarang, katta bola. Sarvar ovqatimiz pashti tayyor. Endi buni Yeb ko'rsa bo'ladi. yo'q, pishmagan hali, jin tursangizchi, Ha, bitta yeb, qo'lni ochib ketdi. Sigir sog'guncha. Siz kelmadingizmi? Yo'q. O'z sigir sog'dingizmi o'zi? Ha. Eshitishim bo'yicha ko'cha ichib ketganda sigir bitta bo'lib qoldi uyda. Yo'q, sigir bo'lishi To'shqami? kerak ekan. Ha, sigir. To'rttamidi? Sanamanman lekin bor. 4 ta edi. Lekin men bittasidan chiqardim. Yo'q, bitta emasmidi? Yo'q, 4 ta edi. 4 ta edi. Chunki men bittasidan chiqarib ko'rdim, sog'ib ko'rdim, chiqmadi. Keyinchisidan sog'ib ko'rdim, chiqmadi. Keyin yana bittasiga qaytdim-da. Bittasiga qaytganimdan keyin chiqdi sigirjon. Suyundan berdim, berdi biratan. Ona salt otmadim. Qarang, Oz. lopni olib boryapsiz. Hop. Antiga smetanani olib kelib bering menga. Bo'pti, men olib kelaman, bo'pti. Mana. Buni ham Yo'q, bu orqa mahalladagi odamlarniki. Sigirlarniki. Xullas-da, orqa mahalladan olib keldim. Ha. Tak. rostdan sog'dim lekin. Endi xudo xolisa aniqdan teramiz-da. Men ham olishab turing. Endi mana mana bunaqa terib olamiz-da, Sarvar. Hop. Xudo xolisa ham smetanani ustiga loq chiqamiz. Detalni olaylik, ko'rinsin, shu hammasi ko'rinsin. Ozgina neudobniy bo'lib qoldi. Ko'ryapsiz, smetana qanaqaligini? Qizi bitta ish eplolmaylar-da, ko'rasizlar. Men sigirni ham sog'ib keldim. O'tin ham chopdim. Eng qiyin ishlarni men qilyapman. Даже tovuqni ham kattaydi, men o'zim tutib olaman. Hozir salat qilasiz, ko'ramiz. Yorib olaman. Ha, yorib olaman. Xudo xolisa mana mashina o'zi bilan ovqatimiz pishadi. Boshqa narsa solinmaydimi? Solinadi. Nima solinadi? Ozgina mehr solinadi. Mehr? Chin yurakdan chiqqan mehr. Sizga yo'qmi? Bashiringiz biz qo'yami, ha? Mehr hammasi menda ko'rdinglar, sigirga qanaqa mehr berganimni. Qanaqa mehr edi? Siz quchoqlamadingizmi? Quchoqlamadimmi? Jonim bolam, asalim bolam. Sevganmi? Sevimga dedim. Logikani qaranglar. Yo'rligini. Qani?
Hamma mehr menda-da, menda mehr. Ana bitta ko'raylik, nimadan boshlaysiz hozir pomidorni? To'g'rashdanmi? Pomidorinimi? Eski odamligingiz bilinadi deb ham. Oldin doda buvilarimiz mana shunaqa pomidor deyishardi. O'zi qurchasiga pomidor-ku, to'g'rimi bu? O'zbekchasiga pomidor bo'ladimi shunda? Nima bo'pti? To'g'ridan to'g'ri perevodi yo'q-ku? Yo'q, bormi? Misol uchun kartoshkani ham kartoshka deymiz-da. Xo'p, bo'lmasam Sarvar peshu qing'ir qilib pomidor to'g'rayapti. Ungacha men tomatni so'zi boshlab turaman. Bizga kerak bo'ladi ozgina zubchik chisnok, tomat pastasi, tomat pastasi bu. Sizga kerak bo'ladi. Ko'kat kerak bo'ladi. Nima kerak bo'lmasinmi? Bo'pti, endi bizga kerak bo'lmaydi. Pomidori, bodring, piyoz kerak bo'lmaydi. Bular qolganlari kerak bo'ladi. Hop, buni bunaqa qilib ezib olamiz-da. Keyin buni chopib tashlaymiz keyin. Pichoqni ham qaranglar. Manga o'xshagan bo'yi uzun, ozg'in kelishgan. Imam pichoqni qaranglar. Bu pichoq emas, chopqi bu. Bolta bo'lmaydimi menga desa? Qo'lingizdagi bolta edi, bu bolta emas. Yonimda yurgandek gapirmang. Mashqdan ko'rdim. Men qanaqa chopganingiz, qilganlaringizni eshitdim. Ayya, Nazira aka ham eshittirdi-yu. Nazira ham baraka topsin, aytgandi. Nazira opaga keyin oxirida olib chiqib beramiz ovqatni. Albatta. Hatto Faqat bizani so'kmazlar bo'ldi. tovuqlarni olishga oldik, sigirlarni sog'ishga sog'dik. Lekin shu Nazira ham baraka topsinlar. Hop, mana achu ham tayyor bo'ldi. Baho bersanglar bo'ladi. Zo'r chiqdi lekin. Yaxshi chiqdi achu. Menga yoqdi. To'g'risi, maqtash emas, yo ani paxta qo'yish emas, boshqa emas, lekin yaxshi chiqdi achu. Siz shunda yaxshi gapirishni ham bilasizmi? Mu. Mana men buni ichasida ani pist qilasiz hali. Buni chetga olib qo'yib turamiz-da, hozir bolalarga aytamiz. Menga spetsialniy narsalarim bor, iltimos qilganman, o'shani olib kelib berishadi. Siz meni boya qiynadingiz, limon yedirdingiz. Hop. Meni ham sizga shartim bor. Hozir sizni ko'zingizni mana shu bilan boylaymiz. Mana shu bilan boylaymiz-da. Hamdaqtirami ketdan kelsa? Ha. Ana. Ana keling. Nima buni yechib oling. Nimani yeysiz? Shoshyapsizmi? Ha. Nima maqsad o'zi? Maqsad deding? Xullas, ko'zingizni mana shu bilan yopamiz-da. Hop. 6 ta ichimlik qo'yaman. Hop. Sizda 3 ta shans bo'ladi. 3 tasi yaxshi ichsa bo'ladigan narsa, 3 tasi ichsiz bir bemaza, taxir, yomon narsalar bo'ladi. Siz hozir bu 6 ta narsadan 3 xilini ichib ko'rasiz. Agar yaxshi narsalarni tanlolsangiz, bu sizning omadingiz. Agar tanlolmasangiz, Xullas men yeganingiz shu bo'ladi. tushunishim bo'yicha ani Qaytar dunyo. topishim kerak. Bunaqa qilib ichishim kerak, o'shanda. Qaytar dunyo xullas. Ishqilib aniq 3 tasi ichadigan narsa ham hammasi emasmi? Nima endi bu yog'ini ichib ko'rib bilamiz. Bo'pti. Bo'ling. Bolalarni narsalarni olib kelishib yuboringlar menga. Mana boshlaymizmi? Boshlang. Men ko'rayotganlar like bosib, podpiska qo'yinglar. Ichmay deb tursanglar ham bo'ladi o'zi. Ikkitani bitta qilib o'rganmizlar. Voy, mana buni. Xillasam bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Mayli, xilli. Shunday sho'rning. Farqi bo'lib qolmasangiz bo'ldi. Xo'maga menda. Iching. Ahar, Wow. sir bordim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mashina uchun o'zi qani? Vro'di bu yaxshi narsa menimcha. Marojniy yetib qo'yganmiz, nima qilgansiz-ku? Ha, 50 so'mlik lotli bo'lardi bizning paytdagi. Chorlik oxirigacha? Xohshingiz? Mayli, hammasini oxirigacha ichasiz, tanlagan variantlaringiz. Men muzda ekan, просто shamollamaydi uni. Xo'p, bo'pti, buni ichdim. Bu o'chata ham lotga o'xshadi, bilmayman nimaligini, lotga o'xshadi menimcha. Marojniyni lot marojniyda bo'lardi. Xo'p, buni qo'ydim.
to'kib olmaymanmi ishqilib? Что-то jim turibdi-da, подозрительный bu. Salat. Odam emas ekansiz. Nima ekan? Bilmayman, to'g'ri uksusga olma so'ki qo'shganmisiz, nima qilgansiz bilmayman. Uksus mazasi bor lekin. Yo, olma sirkasimi? Butunmisiz, yaxshimisiz? Oxirigacha ichib qo'ymadingiz-ku. Na, im bor, uzr. Meni ham oshqozonim og'riyapti. Men icha olmayman kengisini. Ichgansiz buni? Buni ichdimmi? Ishtamiz qattasi bitta uraymi? Nima bu? Anyuta yatuta. Bu anu mashinada qotib qo'yganim. Mashinada? Shunaqa bo'lsa kerak. Bu bilmayman. Bu anu menimcha bilmayman, qanaqadir kislый narsa qanaqadir so'yib qo'yganmi, bilmayman. Vроде бы so'yaga o'xshamayapti-da. Men oling bo'ldi. Shunda bu safar endi siz yutqizdingiz menimcha. Nega? O'zi. Mayli. Ya'ni oxirgisini ham ichib ola qoling. Ichgisi kelyapti-yu. Yomon narsalarni ichganmi, siz endi yaxshi narsa qolgandir. Qanday go'zal bu olam. Men nimani ichdim? Men bilan ichdimmi hozir? Nima endi bo'laringiz? Hop. Men bu morojniy nima ekan bu? Bu hammaga yoqadigan ichimlik. Otini aytsam reklama bo'lib qoladi, lekin yaxshi. Ha, xo'p, tushundim. Yoki qizili yoki qorasi, xo'p. Ko'k deganim. Ha, mana buningiz anaqa. Limon sharbati. Qaytar dunyo dedimmi sizga? Dedimmi? Mana buningiz yoqdi. Endi просто men buni bilmadim nimaligini. Просто ko'rmoqchiman mazasini o'zim uchun nimaligini bilmoqchiman. Bu anaqa emas. Qani? Yoqdimi, zo'rmi? Mana buningiz so'ya ekan. Buningiz ham shu qizil yoki ko'k bo'lsa kerak. Bexana suvmi? Anor suvi. Yutqizganingiz bilan tabriklayman. Salom. Yeganingiz shu bo'lsin. Rahmat sizga. Odamlar yaxshilik qilib turish kerak bu hayotda. Nima narsa qildingiz endi menga? Menga siz yaxshilik qilmadingiz. Qaytar dunyo deyiladi bu. Xo'p, Do'stim Idris. Qaytaradi baribir, qaytaraman. Xo'p, shapkangiz qani? Qani shapkam? Bilmayman, qidiring. Qasoskorlar filmini ko'rganmi? Filmini ko'rganman. Qasoskorlar filmini. Antilim soat tushib Boy bildim, logoped kerak. Logoped kerak. Sizga ham kerak, menga ham kerak. Hop. Ha, qarab turing. Qarab turing. Bu Ko'rdingizmi? faqat uni to'g'ri uchardi-da, siz qiyshiq uchargani. Meni Ozgina. tushadi zato. Bo'pti, mayli. Achkingiz ham shunaqa qilamiz. Yo'q, men achkim uchmaydi. Men qornim ochib ketdi. Ezdingiz. Shapka, achki, nimadir. Men siz uchun mana xudo xolisa Sarvar mana shu va'da qilingan belbaq qiladigan, moshni qiladigan ovqat. Hidi zo'r chiqdi, ko'rinishi ham yaxshi. Ozgina kuydirib yuboribsiz. Yo'q, kuymagan, bu hammasi kuymagan. Xudo xolisa mana bu odamni o'zi chala-chulpa yoqib, olib baland qilib ketganlar xo'jayin sigir soqqani chiqib ketib bordilar. Mana shu odam aybdor.
Endi ja aybdor demaymiz. Endi biz ham xudo xolisi qo'ldan kelgancha qilamiz. O'zbekni kichigi, o'risi kuchugi. Har doim shu kichkinalar aybdor. Men unaqa gap gapirishmagan. Men o'zim kichkina Bo'pti, bo'lsam. men qornim ochib ketdi xullas. Oling. Boshlang, yoshingiz katta, hurmatingiz bor. Voy, xudo xolisi mana. Voy. Xudo xolisi. Voy. Obida-yu tobida. Mani kiyib ko'ring, men просто bilmoqchiman siz fikringiz qanaqa qatdan qatga kelishini. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Bu o'zi qo'llaydigan ovqat-da. Nima qarasa qo'llaydi. Yo'q, men qo'lda yomiyman lekin qisqacha. Ovqat oshni ham qo'lda yomayman men. Vilki deysiz oshni. Yo'q, oshni men qoshiq deyman. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qoldim yana. Syomka tugagandan keyin yana yuzimni. Gap yo'q, lekin mana shu zo'r chiqdi. Xudo xolisi. Yemaganman bunaqa shirin cho'kotellar. Tovuq tellami? Tovuq zo'r chiqdi. Mana bu sous firmenniy sous bu. Mana shu bilan juda ham ketadi. Shunda qanaqa firma? Sirius firmasimi? Albatta. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Kartochkasini ham yeb ko'ramiz. Gap yo'q lekin ani. Salomat. Yaxshi. Yaxshi. Tindinglar, nima qilmoqchi bo'ldilar? Yaxshi. Tushunmadim. Bu nima? Bu tomatli sos. Yo'q, bunisi. Boyga solib chiqarsiz. Nega solmadik? Yo'q, bu ovqatga qo'shish kerak emas bu. Ha. Retsepti yo'q bu. Nimaga unda shuncha qiynalib men solib chiqdim? Boy men aytdim, oxirida aytaman hammanglarga nimaga kerakligini. Buni просто men ichkim keluvdi.